Assalomu alaykum. Aziz va hurmatlarim, 20 yoshlik real hayotdan salom bermoqda hammalarga. Men oddiy insonman, hamma qatori bu yangi blogim, bu Food City bozori, pomidor bo'yicha ekspert, 4 yillik tajribaga ega sotuvchiman. Blogim bo'yicha o'sha xudo xolisa 1 yil bo'ladi YouTube blogim bo'yicha. Ya'ni Naqdnoma kanalining egasiman. Mana shu profilda linkini yozib ketaman. Sizlar bilan bilasizlar, bu kanalda hayotim, qiziqishlarim, nimalar o'tayotganini haqida ko'proq gaplashmoqchiman. Gaplashadigan kanalim. Insonlarga manfaat bermoqchiman. Qarang, bir paytlar endi men tanigan insonlarni ko'rsa o'ta cringe bo'lishim kerak. Oldinlari kayf beradi. Kayf deganda, ya'ni ichkilik, narkotik shunaqa narsa emas. Qizlar emas, ya'ni kayf deganda zavq olardim. Mana shu savdo qilsam, odamlar bilan ko'proq muloqot qilsam zavq olardim. O'zi interes insonman, lekin tovarda, xullas marketing shunaqa narsaga juda ham o'ch insonman. Manfaat insonlarga, ya'ni tovar sotish bo'yicha xullas juda ham qiziqish bor. O'zimni fikrim bo'yicha endi 100% desa bo'ladi. 100% shu narsaga juda mukkasidan ketganman. Bu uchun men harakat qilishim shart emas-da, o'qib izlanishim hisobda 90% shart emas. 10% harakat qilsam bo'ladi. Bu degani siz o'sha narsaga loyiqli inson bo'lsangiz, o'shandan zavq oladigan bo'lsangiz, bu narsani deyli 10% ga ham bormaydi-da. Shug'ullanishingiz, ya'ni yangiliklar o'rganishingiz 10% ham bormaydi. Masalan, ichingizdan chiqadi, ichingizdan g'oyalar keladi. Shunaqa insonman. Bugun tushunib yetganim, bitta restni oldingmi, bitta restni chiroyli qilib, yangi qilib sotib qo'yganga yetmaydi ekan. Mana ikkinchi restni avtdan keyin kelgan olib qo'yganman men. 4 dona sotganman, o'tiribman. Nima qilishni bilmayman. Odamlar yo'q, jimjitli asarlar вообще. Nima maslahat berasiz? Blogimda nima haqida gapirib chiqay? Nima mavzu qilsam bo'ladi ekan? O'ylanib qolaman-da. Boshlantirishim kerak. Mana shu kanalda qachonki 100 ming ta auditoriya qilaman ekan. Bir maslahatingizni bering, iloji bo'lsa, mana shu yo'nalishda yo bo'lmasa mana shu mavzuda ko'proq kontent ko'ring desangiz xursand bo'lardim iloji bo'lsa. Hamma qator oddiy insonman, har doimgidek sizlar bilan muhokama bo'ldi. Prosta buni o'zim uchun esdalikka YouTube kanalimga qo'yib qo'yapman. Sog' bo'lasizlar degan umiddaman. Yaxshi fikrlar gapira olmadim, lekin sizning fikringiz men uchun muhim. Bu ikkinchi videom sahifamda. Sog' bo'lasizlar degan umiddaman. Like bosib, buni bo'lishni unutmang.